Darxon Pushki metro yonidan 4 xona 135 metr kvadrat, birinchi etaj, yangi remont qilib qo'yilgan 5 ta konditsioner bilan Mega skidka Arzon narxda kanalida 150 mingga berib yuborilyapti. Bemalol buni jiloy qilib ishlatsangiz bo'ladi. Hozir noturar bo'lib turibdi hujjati. Mana podyezddan shunday kirganimizda o'ng qo'lda sanuzeli, bu yerda kuxniyasi, o'ng qo'lda birinchi, ikkinchi xona, oxirida 3-chi va 4-chi xonadan iborat. To'g'rida oshxonadan tanishtirish boshlaymiz. Hamma xonalar 100% to'pli pol qilingan. Har bir xonada konditsioner bor. Yangi remont qilib qo'yilgan mana. Baquvvat eshiklarni qo'yib qo'yilgan. Bu yerda mana sanuzeli. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerga dushovey qilib qo'yilgan. Bu yerda mana o'ng qo'lda birinchi kattakon xonamiz. Akvaram qo'yib almashtirilgan, reshetkalari bor. Har bitta xonada grey konditsioneri bor. To'pli pol qilingan, dokumenti nejiloy 135 metr kvadrat. Jiloyga aylantirsalaringiz bo'ladi bemalol. Ikkinchi xonamiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Koridordan oxirida o'ng qo'lda 3-chi xonamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa toza asfalt qilib remont qilib qo'yilgan, bemalol kirib buni ko'rsalaringiz bo'ladi. Kameralar ham qo'yib qo'yilgan. Bu yerda oxirgi 4-chi xonamiz. Dokumentda 135 metr kvadrat, hozirgi anaqasi noturar, ya'ni nejiloy. Bemalol jiloyga aylantirasizlar. Pastdagi nomerga aloqa chiqib olasizlar. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, Pushki metro Darxondagi katta perkruskaning yonidagi 9 etajkalining birinchi etajida 4 ta deraza. Bemalol tashqi tomondan ham eshik ochsalaringiz bo'ladi. Pollar atrofi ofis, magazinlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Parkovkalar orqa tarafda. Mana lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Pushki metrodan tushganda Tabraska yonidagi mana Happy Start yoni 79-domda. Pastda ko'rishlaringiz mumkin, Darxon juda shikolat joyda, sentr hisoblanadi. Skverga ham mana bir qadam pastga tushsalar shuni skver. Joy shikolat joyda, bosib oladigan joyi. 4-etajda 1400 dan kvadratiga so'rab turganlarni ko'rdik. Bu 1100 dollardan aylanyapti. Arendaga ham kamida 1,5 dollarga qo'yasizlar. Egalari boshida 200 ming so'rab turganlar, hozir 150 mingga tushdi. Переговор qilinayotgan joylar bor, lekin bossalaringiz bo'ladi. Buni arzon variantdan o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.